Assalomu alaykum, qadrli tinglovchilarim. Salomatmisiz? Bugungi kuningiz xayrli va barakotli bo'lsin. Ba'zan hayot biz kutmagan yo'llarga buriladi. Ammo shuni unutmang, har bir burilish ortida Allohning rejasida bir hikmat bor. Sabr qiling, sukunatni qalbingizda yarating. Chunki qalbi sokin inson eng baxtli insondir. Alloh aytadi: albatta, zikr bilan qalblar tinchlanadi. Bugun qalbingizni Allohga yaqin qiling. Shukr qiling, duo qiling va yuragingizda sukunat toping. To'g'ri, ba'zan yurak og'riydi. Hech kim tushunmayotgandek tuyulasiz. Atrofda odamlar ko'p, ammo siz yolg'izsiz. Qalbda og'riq, ko'zlarda yosh, ichda esa tuganmas savollar. Nega aynan men? Nega shuncha sinov? Ammo bir lahzaga to'xtang azizim. Nafas oling va eslang, bu og'riq ham Allohdan. Alloh banda qalbini tozalashni, uni o'ziga yaqinlashtirishni istaydi. Har bir sinov bu sizga Allohning e'tiboridir. Har bir ko'z yoshi sizning duoyingizni kuchliroq qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlar: agar Alloh bir bandani yaxshi ko'rsa, uni sinov bilan siylaydi. Demak, sinov bu jazolash emas, balki poklanish. Og'riq bu Allohga qaytish uchun eslatma. Ba'zan eng go'zal duolar eng og'ir kechalarda qilinadi. Siz o'sha kechada yig'lab qilgan duoyingiz orqali Allohga eng yaqin holatda bo'lasiz. Sizni hech kim tushunmasa ham Alloh tushunadi. U sizni eshitadi, ko'radi, yuragingizni biladi. Shunday ekan, sukunatni qalbingizda yarating. Og'riq ichida Allohni unutmang. Zero Alloh zikri bilan qalblar tinchlanadi. Bugun qalbingizni Allohga topshiring. Hamma narsa yaxshi bo'ladi. Faqat ishoning. Siz bilan Feruzabonu.